Bu masalani aniqlashganda albatta ilmga javob berishgan olimlar. Shu qatorida inson ilmni o'z navbatida o'z-o'zidan olmagan albatta unga ilm olishiga, hunar o'rganishiga, ertaga hayotda o'z yo'lini topishiga hamma insonga ustozlari hayotdagi eng muhim inson hisoblanadi. Shu jumladan bugungi mana shunaqa sizlarni dargohda chiroyli qilib ta'lim, tarbiya bergan avvalambor mana shu barcha ustozlarimga, havasxonaga boshchiligida hamma ustozlarga kattakon rahmat aytaman. Hamisha sog', omon bo'linglar. Shuningdek, mana o'z navbatida maktabda ta'lim olganimizda mana bu ustozlarimiz shu yerda Buxoroda bizga ta'lim, tarbiya berishgan. Biz hamisha ustozlarimizga ta'zimlaymiz. Aziz o'quvchilar, bugungi chiroyli tadbirimizni sizlarga avvalambor kelajakda ulkan muvaffaqiyat va hamisha hayot yo'llaringda bir ravon yo'llik va eng muhimi hayotda hamisha eng muhim inson bo'lib yashashlikni tilakdoshiman. Shu jumladan boya aytib o'tganimdek, sizlarni mana shu hayotda katta muvaffaqiyatga erishish istaganimga ustozlaring sababchi. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi boshlig'i tomonidan bizni aziz yil davomida eng faol bo'lgan, o'zini tashabbuskorligi, rahbariyat topshiriqlariga labay deb javob bergan biz aziz ustozlarimiz bor. Keling, mana shu ustozlarimizni birinchi navbatda sizlarni qarsaklarning sadosida taqdirlab olsak. Mayli. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan 2024-2025 o'quv yili davomida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim, tarbiya berishda fidokorona mehnati va samarali faoliyati uchun Abdurahimova shoira Abdug'aniyevni tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Bizning ustozimiz Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi boshlig'i tomonidan taqdirlanadi. Xuddi shuningdek, fidokorona mehnati va samarali faoliyati uchun Azimova Iqbolov Muhammadjonovni tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Rahmat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan hammalarning havolarini bor, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, Rahmonjon Hasanjon Iqbolov olim tayyorlangan uchun hurmatli o'quvchilar, 90-maktab To'say shahar 90-maktab juda ko'p joyda ta'kidlayman. Viloyatimizda o'rnak bo'ladigan maktab. Chunki shu sohada boshqa bo'lgan bo'lsam, Havasxonaga juda ko'p maktablarni tashrif buyuramiz, juda ko'p kelgusi topshiriqlar berishimiz mumkin, lekin hamisha men ayta olamanki, 90-maktab viloyatimizdagi eng oldi maktab hisoblanadi va buning uchun o'z navbatida aynan mana shu maktabning direktori Havasxonaga yo'llanishni mehnati juda cheksiz. Sizlarni bitta aql jamoat chiroyli o'quvchilarni ta'lim tarbiya berishida Havasxonagani va shu qatorda rahbariyatlarini va shuningdek barcha ustozlarning mehnati juda ham qadrlanadi. Havasxonaga kelajakda istiqomatlaringizni muvaffaqiyat tilaymiz. Xudo xohlasa hali katta ishlar qilamiz, katta rejalarimiz bor. Rahmat sizga. Kecha boshqarma boshlig'imiz oldilariga chaqirdi. Aynan maktablar